Jasadni qarang. Insonning suyagi sinsa, 80 ga kelgan odamning suyagi sindi. U 80 ga kelgan odamning suyagi 30 ga kirmasdan qatigan, o'sishdan to'xtagan, uxlagan. Uni suyagini o'stiradigan sistema to'xtagan, o'chgan. Uxlagan. Endi 60 yil, 70 yil o'smasdan turgan suyak sinsa, haligi sistema uyg'onadi-da. Travmatolog ishi nima? Olib kelib qo'yish. U yog'i kim ishi? O'chganiga 50 yil bo'lgan boyga sistema uyg'onadi-da, suyakda qaytadan yopishtirib qo'yadi. Subhanalloh deysizmi? Qaysi mashinamizni olib borib gursatib bir joyga ursak, 3 kun qo'yib qo'ysak joyiga kelib qoladi. Bu insonni yasagan narsasi. Endi Alloh taolo yaratgan bu maxluqini qaramaysizmi? Shuning uchun birodarlar, hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'ladimi?